Koreyada vafot etgan qiz o'limi shubhalar ostiga qolmoqda. Kim o'zi? Unga kim bunaqa narsani berib qo'ydi? U avval o'zini hayotini to'g'rilab qo'ysin. Nima haqqi bor bizni bolalarimizni afsusat qilishga? Ekspertiza chiqarib beradi, keyin nima qilsangiz qilib tashlayver u bolani. Qildirana ekspertiza qaytasi. Ha, siz nima internetda jar solyapsiz, opa? Siz internetda nima qilib beradi internet sizga? Ketdimi deymanda, mensiz yurmanglar. Koreyada vafot etgan qizni oilasi bag'riga borishiga yordam bergan bloger nimalarni yashirmoqda? U nimalarni biladi? Men qizimni haqida gapirgan har bitta gapi uchun men uni shu kungacha yomon gapirib kelmadim. Rahmat, meni bolamni olib kelishga dokumentlarni yordam bergan. Uni elchixonadan o'zim olib olardim, yurgandim. U meni xohlamadi, boshdan xohladi. Vafot etgan qizni onasining iddaolariga ko'ra u qizni kimdir o'ldirganmi? O'ldirgan bo'lsa, nima sababdan o'ldirgan? O'ldirmagan bo'lsa, qiz nega o'zini o'zi o'ldirdi? Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Albatta juda ko'plab savollarga aynan ona ham javob qidirmoqda va siz yozadigan fikrlarni birin-ketin o'qib chiqadi. Hozir videolarni to'liq tomosha qilasiz va siz nima deb o'ylaysiz? Qizni haqiqatan ham kimdir o'ldirganmi qasddan yoki qiz o'z joniga qasd qildimi? Undan tashqari oxirati obod bo'lsin deya ta'ziya ham yozib qo'yasizlar degan umiddaman. Agar rostdan ham oxirati obod bo'lsin deydiganlar bo'lsa, bittadan like bosib qo'ysangiz xursand bo'lib qolamiz. Chunki biz ona tarafdamiz. Videoni boshladik. Assalomu alaykum. Siz Max Madiyev kanaldasiz. Kanalda mehmonlar, albatta obuna bo'lasiz degan umiddaman, chunki ertaga hayit katta bayram va sizlarni hayitligingiz aynan obuna bilan menga nisbatan hadiya bo'ladi. Malol kelmasa obuna bo'lib qo'ying, bu sizdan katta hayitli bo'lib qolsin bizga. Aziz yurtdoshlar, xabaringiz bo'lsa kerak, Koreyada o'ldirilgan qiz haqidagi videolar internet tarmog'ida keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Kimdirlar haqiqatan ham ikkita bola uni o'ldirgan desa, yana kimdirlar yo'q, o'z joniga qasd qilgan degan fikrlar. Ammo ona intervyu berdi, lekin intervyu berishiga qarshilik qilayotganlar ham mavjud. U Koreyada blogerlik bilan shug'ullanib kelayotgan shaxs. U nega ona intervyu berishiga qarshilik qilmoqda? U nimalarni yashirmoqda? U nimalarni biladi? Albatta, nima bo'lganda ham yordam uchun kattakon rahmat. Bu bola harakat qildi va mayitni O'zbekistongacha olib kelishdi va dafn ham etishdi. Lekin bo'layotgan holatlar haqiqatan ham sizni va bizni jumboqqa solmoqda. Kelinglar, batafsil videolarni birgalikda tomosha qilsak. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hamda Saida Mirziyoyeva, sizlar yangi va adolatli O'zbekiston qurishda joningiz fido bo'lib, tun va kun ish olib boryapsizlar. Lekin qo'l ostingizdagi xodimlaringiz, aniqrog'i O'zbekiston Respublikasining Koreya Respublikasidagi konsula va elchixona xodimlarining ishlariga bizning ko'nglimiz to'lmaydi. Kuni kecha Janubiy Koreyaning Pyeongtaek shahrida o'zbekistonlik Nozima ismli qiz olamdan o'tdi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, qiz o'z joniga qasd qilgan, osilib qolgan ekan. Koreyadan kelgan jasadda esa juda ko'p tana jarohatlari bor. Bosh yorilgan, burun singan, labi kesilgan, qizning tanasida barmoq izlari juda ko'p. Qizni jasadi topilgan uyda juda katta janjal bo'lgan. Eng shubhalisi, Nozimani joni uzilayotgan vaqtda yonidagi o'zbekistonlik yigitlar uni ovozini diktofonga yozib olgan. Alo. Nozima. Ovozli xabarda bakal yoki chinni idishini singan ovozi eshitilyapti. Bu esa Nozimani boshidagi tan jarohati bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lishi mumkin. Va ovozli xabarda 2 nafar insonni o'zini o'ldirib qo'ymasin, o'ldirsa o'ldiraversin, baribir bir kun o'ladi degan ovozi eshitilyapti. 7 yillik tajribamga suyanib shuni ayta olamanki, osilib qolgan inson bo'ynidagi nima bo'lishidan qat'iy nazar
u arqonmi yo ro'molmi farqi yo'q. Odam vazni osilgan vaqtda bo'ynida bitta qatorda iz tushadi. Lekin bu qizning bo'ynidagi osilgan izlar ikki xil. Ya'ni qizning bo'ynidagi ro'moli yechilmasdan avval qo'l bilan bo'g'ib, keyin osilgan bo'lishi mumkin. Ro'mol izlarining hajmi esa ikki xil. Birinchisi yo'g'on, ikkinchisi esa ingichka. Mana shularni hammasini elchixona xodimlari bilib tursa ham, o'z fuqarosini qonun oldida himoya qila olmadi. O'lganligi haqida berilgan guvohnomada esa eski va ikki xil sanalar ko'rsatilgan. Shunday ekan, barcha dalil va isbotlar asosida Nozimani o'limiga sababchi bo'lgan insonlarni va jinoyat bo'lganligini bilib turib, jinoyatni yashirib qolgan Avazbekni qonun oldida jinoiy javobgarlikka tortishingizda butun O'zbekiston bo'lib so'raymiz. Va O'zbekiston Bosh prokuraturasidan Nozimani jasadini eksgumatsiya qilib, ya'ni qabrdan qaytadan ochib, O'zbekiston Respublikasi tomonidan ekspertiza qilishligini, o'limni aniq sababini aniqlab berishligini iltimos qilamiz. Hurmatli kuzatuvchi, biz borini ko'rsatdik. Bu O'zbekiston bayrog'idir. Shu bayroq ostidagi har bir fuqaro qonun bilan himoya qilinishligi kerakdir. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. To'g'ri, lekin bizga bular bunaqangi joyi borligini aytishmadi. Bolangiz ko'kargan yoki bo'lmasa boshqa bo'lgan. Bular bizga hech narsa qilmagan, faqat o'zini osib qo'ygan deb. Biz bu darajada keladi deb o'ylamadik bolani. O'sha ochilgandan keyin men shokka tushib qoldim-da. Keyin o'sha temani ko'tardim. O'sha ko'targanimga ham Avazbek jahl qilyapti keyin. Men bugun bir narsaga qoyil qoldim. Avazbekning o'zini xotini menga chiqdi, ishonasizmi? Men sizga boya yangilik deb aytdim telefonda, agar eslasangiz. Avazbekning o'zini xotini menga chiqdi. O'zi chiqib aytayapti, "Opa, men ham siz bilan podeshka beraman." Avazbek deydi, "O'zi kim bo'pti?" deyapti. Avazbek hozir bizni qizlarimizni, bizni yomonlayapti, ayollarni. Meni yomonlayapti, qizlarimizni yomonlayapti-da, ayollarni kim chet elga chiqsa yomonlayapti. Uni nima haqqi bor yomonlashga? Kim nima maqsadda boryapti, qanaqa, uni nima haqqi bor? U gapiryapti-da, bugun eshitishim bo'yicha, xotini aytishi bo'yicha o'zi 10 yosh katta karis xotin olgan ekan vaqtida. Unga mumkin, lekin karisga tegish qizlarga mumkin emasmi? Unga uylanish mumkin-ku karisga. Nima haqqi bor birovni anaqa nafsoniyatiga tegishga? Birovning hayotini muhokama qilish. Ha, vaqtida nima haqqi bor demoqchiman-da. 4-5 marta uylangan ekan. Mana hozirgi xotini jalba qilyapti. Qo'lida bolasi bor ekan, hattoki bolasidan xabar olmas ekan. U yana bizga o'zicha dindan anaqa beryapti. U kim o'zi? Unga kim bunaqa narsani berib qo'ydi? U avval o'zini hayotini to'g'irlab qo'ysin. Nima haqqi bor bizni bolalarimizni afsusat qilishga? Men o'zim yolg'iz ona, yolg'iz ota o'rnida, ona o'rnida bolalarimni katta qilganman. Hammasini kichkinaligidan, lekin men karillashimdan maqsad bitta. Men halol katta qilganman. Men hamma joyda aytaman. Men halol bolalarimni katta qilganman. O'shaning uchun ham aytaman, uni nima haqqi bor? Действительно, yomon yo'lga kirib ketgan qizmi? Muhokama qilishga haqqi yo'q. Uni hayotida o'tgan narsani u qiz o'zi biladi. Hech kimning haqqi yo'q. U kim? Uni oilasi hozir o'zini xotini chiqib, "Opajon" deydi, "aliment to'lamaydi" deydi. Ko'ryapsizmi? Oddiy aliment bolasiga to'lamagan inson xalqqa o'zimcha yordam beryapman. Ehsonni pulidan xotini aytib beryapti. Toshkent to'la uy. Har ehsondan Toshkentda bittadan uy olgan, Namanganda bittadan uy olgan deydi. Bu yerda 5-6 ta uy bor, bu yerda 5-6 ta uy bor deyapti. Qarang dedim, голосовойlaringizni men zapis qilib olib chiqarsam maylimi desam, "Opajon, chiqarmang, lekin meni nomimdan gapiravering. Men turib beraman ham, kerak bo'lsa ariza ham yozib beraman" deyapti. Men turib beraman oxirigacha, ariza ham yozib, men charchadim deyapti. Na talog'imni beradi, na men bilan normalniy yashaydi deyapti. Lekin boshqalarga gapirishini qarang. U menga sensirashga haqqi ham yo'q u odamni. Uni kim qo'yib qo'ygan davlat? Nima u aytayaptiki, mendan boshqasini qo'ldan kelmaydi. Chetdan mamlaqa ahvoldagi nimalarni nega qo'ldan kelmaydi? Undan oldin ham bo'lgan, undan keyin ham bo'ladi bu narsa, to'g'rimi? Qanday jahlingiz chiqmaydi? Koreya davlatida har bitta davlatda o'sha davlatning elchixonasi bo'ladi. Elchixonaning ichida o'zining bo'limlari bo'ladi.
Bu masalan bu bayroqni tagida yashayotgan har bitta fuqaroni o'sha davlatning qonuni himoya qiladi. To'g'ri-da, bu yerda bitta u emasda. tirik bo'lsin, u olamdan o'tgan bo'lsin, hech kim bu narsani bundoq qo'yib qo'ymaydi. U endi gap emasda. Biz hozir qanaqa qayg'uda o'tiribmiz. Men qarab, bolamning menda narsalar bir ikkita narsalari bor dedi. Men material yig'ib qo'yganman, men ommaga chiqaraveraman dedi. Uni haqqi yo'q bunaqa qilishga. Men yiqqan taqdirda. Unga kim uni yig'sin deb aytdi. Mening qizimga yomonlik qilgan joyi yo'q-ku. Men yamni bu yerda bor-ku, ana u xonadagi videoda ko'rsangiz, xonada haqiqatan qotillik bo'lgani bilinib turibdi. Nechta isbot turibdi yerda ko'rsangiz. Oddiy inson topolyapti u narsani. Bu yerga kirib olib, qo'liga anaqa paqqalatib bir pistoletni olib, o'zicha tergov qilyapti. U tergovchi emas-ku. Unga kim vakolat berdi, ayting? Kim o'zi u vakolat bergani kirib tergovchilik qiladi? Buning uchun u addini javob beradi. Men qizimni haqida gapirgan har bitta gapi uchun men uni shu kungacha yomon gapirib kelmadim. Rahmat, meni bolamni olib kelishga dokumentarni yordam bergan, uni elchixonadan o'zim olib qila olardim, yugurgandi. U meni xohlamadi borishimni, boshdan xohlamadi. Boshidan bosh xohlamadi. Bu yerda mana shunaqa qotillik bo'lgani uchun xohlamagan ekanda, kelsa janjal bo'lib ketadi deb xohlamagan ekan. Menga aytishyapti, kodini parol ocholmadik deyapti. Kirib qizimga yordam berish ilojisi bo'lmadimi desam, biz ocholmadik deyapti videoda. Shunday olib kirib berishyapti, bemalol ochib kiryapti. Keyin sizlar buni ochib kirib yurgansizlarmi desa, ha, bu Sirojiddin bilardi deyapti. Biz tushunmayapmiz. Vobshe jumboq narsa ko'p bu yerda. Judayam savollarim ko'pda bularga, bilasizmi? Judayam ko'p. O'sha голосовойni pasaytirib eshitsangiz, meni qizimni birov bo'g'ib turgan. Qara, o'lib qoladi bu hozir, o'lib qoladi degan. Ha, o'lib qoladi degan. U yoqdan u aytganki, o'lsin deganda, baribir keyin bo'lsa ham o'ldirardim degan, o'sha joyda yarimta bo'lib qolgan. Keyin bo'lsa ham o'ldirardim degan. Kesilgan. Kecha buzilgan. O'sha joyi kesilgan, ozgina. Oxirigacha yetib bormaganda bularga. Uzatishda biz programmada solib, o'sha eshitdik, sekund bilan hammasini. Baribir bor ichida, o'shaning ichida ham bordi, tipirchilagan bu o'sha yerda. Больницada beryapti, больницada jon berdi. Biz umuman tushunmayapmiz hech narsani. Ha, eshtyapman. Qo'yib oldingizmi, Esonaman? Ha, qo'yib keldik. Siz ko'ruvdingizmi? Opa, nima deysiz? Siz aytdi, Nozimamni o'zi ko'ruvdingizmi? Menimcha siz ko'rmagan bo'lsangiz kerak, faqat betini ko'rgansiz, a? Ko'rmayman men. Ha, umuman Yuzini ham ko'rmaganman. Yo'q, men qaramayman nimaga. Ha, umuman ko'rmagansiz. Men aytdim, shu bilmagansiz, o bexabarsiz shekilli deb o'yladim. Prosta odamingiz ko'p bo'lsa deb telefon qilmadim-da sizga. Hop, nima bo'ldi, opa? Ha, u dabdala bo'lib yotibdi, Avazbek. Hop, nima bo'lib yotibdi? Betlari raso bo'lib yotibdi uni. Hop, eshiting, opa, men hozir asabim turdi, eshiting. Mana oldingizdagilar ham eshitsin, gironkada gaplashing, hali oldingizda bir aqlli yo'l qizchalar ko'p ekanda, asabimga tegishyapti hozir. Opa, men o'zbek tilida gapiryapman. Tushuning meni. Men o'sha kuni aytdim, opa, men dangalini gapirib chiqsam, yomon bo'ladi dedim. Men juda ko'p narsalarni bekityapman. Masalan, Alloh uchun ha bo'pti deb bekityapman. Kecha ana bola ham menga o'zimni olsaman aka deb telefon qildi. Hop, u o'zini olsa, sizlarga nima foyda? Hozir nima qatta yo'q daftarlarni rasmga olib tarqatyapsizlar. Sizga bitta savolim, opa, qizingizni momataloq qiladimi, uradimi, tepadimi, nima qilsa ham davlat bor, ekspertiza bor, to'g'rimi? O'sha ekspertiza chiqarib beradi, keyin nima qilsangiz qilib tashlang u bolani. Yo'q, qildiraman ekspertiza qaytadan. Ha, siz nima internetda jar solyapsiz, opa? Siz internetda nima qilib beradi internet sizga? Internet nima qilib berganda emas, meni qizimni osgan ikkinchi bola nimaga chiqmayapti? Qani u ikkinchi bola? Nimaga ular menga bir og'iz o'zi bilan gaplashing, siz internetga chiqasiz, ular o'zini ossin. Ko'tarmayapti. Siz erta meni qizimni ichgan deb aroqni anaqasida video qo'yyapsiz-da, ukajon, lekin mayli, siz endi o'zingiz ishingizni qildingiz, lekin unaqa vahima qilib yuborish kerak emas deb iltimos qildim sizlarga men. Vahima qilib yuboryapsizlar. Men qarang, eshiting. Men siz bilan birinchi kun gaplashgandan boshlab, men o'sha birinchi kuni gaplashgan bo'lsam, men shokda bo'lganman o'sha yerda. Siz eshiting, menga siz boshqa joyda bo'lmaysiz. Men sizga aytyapman, davlat qo'lingizga qog'oz bersin. Haqiqatan ham Nozimani ikki kishi osib yoribdi, o'ldirib osib yoribdi degan qog'oz bersin.
Yo, Nozimani osib degan qog'oz bermagan taqdirda ham Nozimani majbur qilgan bo'lishi ham mumkin. Man eshiting, siz o'shani internetdagilar nima qilib beradi sizga? Nima qilib beradi? Boring ustidan yozing. Yo, yozaman, lekin dushanba kuni yozaman. Bloger sizga maqsad o'zingizni qizingiz ustidan hayb ishlayapsizmi? Yo, menga kerak emas unaqa narsa. Nima keragi bor ani tarqatib? Gapi menga kelyapti. Men xuddi gap o'ynatyapman ekan, anuni yonini olyapman. Men aybim sizlarga yordam berganim. Yo, Avazbek, kecha men siz bilan даже aeroportda gaplashdim. Men aytdim, men даже sizlarga intervyuchilar kelishdi, darakchi-parakchi bir joylardan. Men даже ularga aytdim, Avazbekka, Setoraga, Faridaga, yana bir dunyo qizlarga, Koreyadagi qizlarga rahmat dedim. Lekin to'g'ri gumonim bor, qolganini vaqt ko'rsatadi deb men intervyu berdim Avazbek. O'shani, opa, sizni bu qizlar nima deyotgani, bu katta insonsiz. Bu qizlar nima deyotgani bilan xabarim yo'q. Gumoningiz sababli men hozir qizingizni ham yonini olganim yo'q, bolani ham. Yo'q, men gapirmayapman. Shu qo'lingizga qog'ozni oling. Men sizga tushunmayapsiz. Qo'lingizga qog'ozni oling. Balo bormi? Podadan oldin chan chiqaribdi. Endi bilasiz. Qo'lingizga qog'ozni olib, keyin mening o't qo'yib yubormaysizmi uyga? Menga farqi yo'q, opa. Yo, men sizga kecha ham aytdim. Uka, siz o'ylamang, bilasiz, internetda bitta sizga emas, menga ham tosh otilyapti. Sizni fikringiz bu, odamlar unaqa o'ylamaydi. Tushunyapsizmi? Odamlar tosh otyapti deyapman. Men siz avval eshiting, men sizni ham eshityapman. Odamlarning hammasiga men atvet qilib o'tirolmayman bitta qizingiz orqasidan. Men ham atvet qilganim yo'q hali hech kimga men bu yerda. Men ham atvet qilmayapman, o'qib ko'rdim. Meni ham gapim ko'p bo'lma. Siz juda ko'p gapiryapsiz. Meni ham gapim ko'p. Men nima dedim hozir sizga? Siz ko'p gapiryapsiz. Meni gaplarim juda ko'p bo'lma. Men hali ham ishtimi demayapman. Mayli, yo'lgan odam yo'lda ketdi deyapman. Xo'p, men nima qildim? Men sizni qoralamayapman. Men sizni oqlab rahmat aytib chiqyapman men sizga. Ular o'z-o'zicha fikrlayapti. Tushunmas ekansiz siz. Ya, siz meni to'g'ri eshiting. Cho'tini yumaganlar video qilib chiqyapti, rasmni tarqatyapsiz, to'g'rimi? Yo, mana qarang, to'xtang, siz meni eshiting. Men aytyapman, Avazbek bu yerda unaqa ish qilmagan. Menga telefon qilib so'rashayotgan joyida aytyapman. Siz tushunay, tushunmas ekansiz. Siz sizga aytgansiz. Odamlar menga aytyapti, gap tushunasizmi? Odamlar menga aytyaptiki, nimaga sen mana bu bolani ekspertizasi 20 kundan keyin chiqarkanki, nimaga sen shuni aytmayapsan, sen bir narsani yashiryapsanmi deyapti-da. Voy, eshitring sizga. Baqirmang menga, siz nima baqirasiz? Muomala qilib gaplashing. Muomala qiling. Yo, sizga emas menga baqirish. Men bolamni qo'yib keldim. Bolam mama taloq bo'lib yotibdi. Nima baqirasiz menga? Qo'shqarmang. Qo'shqarib gapirmay chiqaysing. Ekspertiza chiqqandan keyin to'g'ri gaplashing men bilan, muomala qilib gaplashing men bilan. Muomala qiling men bilan. Ye, o'sha kuni qarang, bo'lmasa ko'ring edi qizimni mama talog'ini, qilaman hammasini. Lekin men ularga gapirmaganman. Men siz bilan gaplashdim kecha aeroportda. Orqamda turgan qizlar sizni gapingizni eshitib turgan ekan. Men ham hayron bo'ldim. Kim gapirdi sizlarga desam, o'sha yerdagi qizlar aytdi dedi. O'sha yerdagi qizlar eshitgan. Nozimani oldiga internetda chiqqan qizlar eshitgan. Uka, men gapirmadim bu gapni. Meni qiladigan ishim yo'qmi?